toyçular. Pari 80 ming so'm buni yastın. Danası 40 ming so'm. Ene, yangilik. Qo'shib beraman. Mıtka, şunayınca. İki danasını toyçuluğa. Prosta buna ne sen 60 ming so'mligi var, 120 ming so'mligi var. Biroq 60 ming so'mligini ko'p ko'rib, senda qimmat yuradi o. Bu o'rtachasi 80 mingdan beramiz. Do'konning adresini tushuntirib beraman. Bu yoq Bo'ston Ostanovka. Bo'ston Ostanovkadan o'tgandan keyin mana bu yoqda joylashgan. Bu yoq esa klinika. Klinikadan o'tgandan keyin avtobozning birinchi darvozasi yon tarafidagi. Kiravergandan keyin to'g'rida mana shu do'kon. To'g'rida. O'zimizning avtobozor. Kelgandan keyin mana shu do'kon bilan. Mana shu. Endi her safar yangilik bo'lganda bir video chiqaramiz deymiz. Xudo xolasa yangilik bugun ko'p bo'ldi. Bu qadimdan bor narsalarimiz. Baholari 80 mingdan 120 minggacha ko'rpacha bor. Qayerda arzon, bu yerda arzon deganlarning diqqatini endi arzoni bor. 70 mingdan ham bor. Bu vatim bo'ladi ichi. Adashmanglar. Hamma deb ushog'ani paxta bo'lavermaydi. Bu paxtadan, paxtasam o'rtacha paxta, maqtag'iday paxta emas, ya bir nima yomonlab tashlaydigan paxta emas. Tekeler var mı yangilik bo'ldi 30 ming so'mdan. Bu birday bor bu. 120 ming so'm deb turib kelishib beraveramiz. Yostiqlarimizni 28 ga tushirdik. Ko'proq qolganga qaytib ham beraveramiz. Mana yangiliklarning birisi ko'rpalar, tayyor ko'rpalar. Chetine sachoqlar qo'yilgan. Birdagiday. Ya srochniy, men adyal olmayman. Ya qo'lga tikilgan bo'lsin desa, ichi qo'l paxta. Любой yerini, xalasa o'rtasidan, qaptaldan любой yerini ochib ko'rsataveramiz. Ya haterlar deydi o. Ular uchun ham. 250 mingdan boshlanadi, 450 minggacha bor. Materialına qarab endi. İçi bir tur hammasining. Qilalari, nelari. Birdagi mana ko'rpachalarimiz, yostiqlarimiz mana. Sintifon yostiqlar. Xalasa paxta sabam tikib beraveramiz. Klimplinglarimiz bor mana. 10 mingdan boshlanib 12 minggacha bular ham. Sintifon bor so'ng mana. Qilal sintifon ham kelishib beraveramiz. Eng arzoni 25 mingdan boshlanadi, ketaveradi 35 minggacha bor. Birdagi plastinoklar yeni 2.30. 2,5 deb ham sotadilar, 3 metr deb ham sotadi, biroq 2.30. Bu ya qimmat ko'rpalardan bu. Bu ya metr 100 ming so'mlik materialdan bo'lganda, shuning uchun buni 450 deb kelishib berib turibdi. Bo'zlarimiz bor bu yoqda mana. Sonra Turkmanistondan o'tib kelib turgan bo'zlar ham arzon beramiz. Endi dim-elli, qarasa 2.40ligi bor. Buning qalinligi zo'r. Yanına bak uşak ko'rsatsanglar ham anaqa ko'rinmaydi. Ko'rpachaklar 450lar, 50 ming so'm, 45 ming so'm kelishilib berilaveradi. Svetay materialına qarab. Bular eng arzoni 15 ming so'm. 12 mingdan ham bor. Prosta rangi chiqadi ular. Ya bir ensiz bo'ladi. 4 tane ayol ya bo'lmasa bir endi erkekler onda aytishavermaydi. Yani imunda 4 ayol var yerde gurun ketadi. Men deydi 4 gulda ya bir endi aytmaymiz. 4 gul yaxshi 50 qala bo'lsin, urganch bo'lsin. Arzon anglar, пожалуйста. Biroq bari sifatli narsaning bahasi qimmat bo'ladi. 12 ming. Papilla 12 ming. Assortiment ne ko'p. Xalagancha, xalagan variantda qilib beraveramiz. Xalasa rulon tovarlar bor beramiz. Peryastiqlar var mana 50 ga 70. Per, podarkiga da zo'r. Yani kelin-kuyovlarga da zo'r to'y bo'ladiganlarga da. Ha, so'ng yana bir yangilik. Aytib ketaveramiz, oxirini yana bir marta aytamiz. To'ychilar. Pari 80 ming so'm buni yastin. Danasi 40 ming so'm. Yana yangilik. Qo'shib beraman. Mıtka, shunayincha, ikki danasini to'ychilarga. Ko'rpaliklarimiz yeni 3 metr, 220 dan bir ko'rpa ikki yasıq chiqaveradi. Bu yerda endi o'sha bir aytib ketamiz. 35 mingdan 100 minggacha bor. 35 mingdan 100 minggacha. Yostiqlarimiz 20 mingdan 75 minggacha bor. Buni assortiment kerak bo'lsa ko'rsatib beramiz buni. Ko'rpachaliklar 35 mingdan 300 minggacha bor mana. Mana 300 mingligi. Buni ham kelishib beramiz. Qalasa mana firmalarni ham ko'rsatib beramiz. Bella degan firmaga. Normalde zo'r narsa. Ko'p odam e'tibor etmaydi. Mana narsaning bar 60 ming so'mligi bor.
Prosto misal uchun endi immunni ya bularni ishlab chiqargan firmalar ham bizga ko'p chiqqanda, yo'q mening narsam yomonlan. Maqsad yomonlash emas, prosto biznes, satish, to'g'ri tushunadi-ku endi. Ular ham biznesmen baribir. Atlarni hech narsasini aytmaymiz. Prosto bu narsaning 60 ming so'mligi bor, 120 ming so'mligi bor. Biroq 60 ming so'mligini ko'p ko'rib, senda qimmat yuradi-ku. Bu o'rtachasi 80 mingdan beramiz. 60 minglik ham bor, simsiz variantda bo'ladi. Assortiment ko'p mina ko'raman desa, skladim borib kelaman degan gap yo'q, shu yerda skladim. Sraz top beraveramiz, qancha olaman desa. Agar dim ko'p olatag'im bo'lsa, iloji yo'q. O'zlarimiz yetkazib beramiz ko'proq olatag'larga. Iloji bo'lsa, tikish bitish variantlari ham bor, tikib ham beraveramiz. 80 ming, 75 mingdan beraman. Yeni 160. Hech kim enini aytmaydi buning. Voy men mina 40 mingdan beraman. Voy mina 30 mingdan beraman. Yerda urib qurib turaveradi-ku. Bu narsaning eni 160. Bir 40'lığı var mı yerine keladigan? O arzon bo'ladi o'zi. Uni biz Iroqdagilar olib kelib pentib, kapitalni muncha qo'shib tikib urganlar ham dim ko'p. Yana eshitib turgan bo'lsa, "Voy, rost deb ham yozib chiqarsan." Endi основной assortiment shu. Yangiliklarni aytdik, qo'shib beradiganlarni aytdim. Bu xatardan bir tushirib berdik endi. Nima xatardan? Va baland asilib turgan yostiqlar endi gulning turi ko'p. Iloji boricha top berib harakat etamiz kelsa, o'zining gulidan. Endi bir xatar olib kelib. O'sha aytdik-ku bahasini 35 mingdan 300 minggacha bor deb. 250 mingga beratag'lar bor. Ya'ni yerda 250 ming desa, yana ham tushuntirib aytib ketdik. O narsaning farqi bor, sifati bor, firmasi bor. Shunga qaranglar. Quri yog'i aytadi ota bu, bir narsani ko'rsang, bir narsa deb yuguraverma deydi-ku, shundayda. Ko'rib qolgan lazım. Har xilidan bor assortiment. Yostiqliq bari. Qozoqchalar ham bor, ko'rpachasi bilan bor, hamma rangda rasvetkada. Yashil, ko'k, sari, oq bo'yindan topiladi. Oq yo'q, bunday zolotistый rangi bor.